inson o'zini o'zi tergab turishi kerak. Buni muhosaba deydi. Muhosabati nafs, ya'niki nafsini tergab turish, doim hisob kitobini qilib turish. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qilinglar va har bir nafs erta uchun nima tayyorlab qo'yganiga nazar solsin. Bu yerdagi erta uchun degani qiyomat degani. Qiyomatni erta deydi. Ya'ni tez keladigan narsa. Har bir keluvchi narsa tezdir. Shuning uchun mo'min musulmon banda zamonini qadriga yetsa, ana o'sha ertalikka, qiyomatga nima tayyorladim degan savolni o'ziga doim berib yurish kerak bo'ladi. Hazrati Umardek buyuk zot har kech kirganda qo'lidagi darrasi bilan o'zini boldiriga urib, bugun nima qilding deydi ekanlar. Bugun nima qilding? Yani bir kun o'tdi, tong otib kech bo'ldi. Ertalik uchun, qiyomatlik uchun nima qilding deb o'zlarini o'zi qamchi bilan urar ekanlar. Ana o'sha hisob nimadan bo'ladi? Zamonni hisobi. Siz bilan bizga Alloh taolo bergan umr, hayot qo'shuv zamondan iborat. Bir odamning hayoti bo'lsa-yu, zamoni bo'lmasa, u o'ladi bir pasda. Hayoti bo'lsa, unga zamon qo'shilsa, umr bo'ladi. Umr degani hayotning obodligi degani. Ana shu umrni har bir lahzasidan banda ertaga qiyomat kuni so'raladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom qiyomat qoyim bo'lganda bandadan eng avval so'raladigan narsalarni xabarini berganlarida, qiyomat bo'lganda bandadan u so'raladi, bu so'raladi deb turib, va an umrihi fima afnahu deganlar. Va umridan so'raladi, uni nimaga sarflabdi. Demak, har birimizni qiyomat kuni aziz umrimizni har bir lahzasidan hisob kitob qilinishimiz bor. Ana o'shani biz bir zum ham unutmasdan zamonni